Lampung bir koy, ma karpindoza bir koy, ma kasırızı bir koy, bir koy da Qo'y, biz niyat tamaqi yo'qda faoliyat qilib mamma keldik. Chiqirdi deylik. Voy, aytib chiqarmaydi, Xadija bular. Ko'maydi ishlarni, yo'q, faoliyat qilib ma bir koy qara, bir koy da faoliyat qilib tuqqanlarni xo'sh qilib chiqishmayman bu yerdan. Ana, qasa qara, sizni Guanjuqon, Shuraklarga inkaslarga bir yo'lg'aliga qilib faoliyat. Qilimiz bak, ashta qilib. Yurakdan beni besinglar, inkaslarga bir-birini yo'llanglar, meni Guanjuq qo'yinglar. Ma loban ko'masdan ma faoliyat qilib beray. Qanday faoliyat qilib beray deganda, ma hozir mevzu bir koy qilib beray, ma lamponi bir koy qilib beray. Ma karpindoz bir koy qilib beray. Nima ish bo'ldi? Voy, siz yo'qdingiz, men nada paydo bo'ldingiz menga? O'tiring, bunaqa atrofga. Yaqin keling, Bunda gap. Ama tamaq yeyilib kirtmay, ama o'xshagan tamoqlarni ochib qo'ydik. Shu mana bir ko'ylardim, men faoliyat qildim, tamoqlarni deb o'tdim. Faoliyat qilmaydim-ki, sizni Guanjuq qilmaydi-ki, Basmaydi-ki. Yurak basmamki? Basmaydi-ki. Guanjuq qilmamki? Guanjuq qilmaydi-ki, boshqalarga yo'l olmaydi-ki. Yo'l olmaydi-ki. Yo'l olmaydi-ki. Bir men bir yaqlay. Chiqanlar, yurakni besinglar, bir-birini yo'llanglar, meni Guanjuq qilinglar. Bir ko'yda faoliyat qiling, ma'qulmi? Ma'qul dedi. Qilamanmi? Qilli, ha? Ashuna qilsam qilli, ma'qulmi? Chatoq yo'qdi? O'g'an bola keldiqmi? Mana o'g'an bola keldiqmi? Ha, bir ko'y. Qas yap qolsanglar, bir ko'ydan faoliyat oldi. 15 ko'yga olmasa, Makoldek asli bahsi 48 ko'ylik men mey pisanlab qo'yib qolsa, 28 ko'y faoliyat qilamiz. 15 qama asli bahsi 68 ko'ylik jo majunlab qo'yib qolsa, 48 ko'y faoliyat qilamiz. 15 qama asli bahsi 78 ko'ylik bo'lgan, nima uchun deymiz mana? Qo'rimchep. Qo'rimchep shunaqa. 78 ko'ylik bo'lgan, men qo'rimchepni ulab qo'yib qolsa, 58 ko'y faoliyat qilamiz. Undan boshqa, mayli qaysi tamoqlar bir xil tamoq yesanglar, bir ko'y qilib sharqlama, bir xil so'g'say, ikki xil tamoq yeganlar, ikki ko'y qilib sharqlaq, ikki xil so'g'say, uch xil tamoq yeganlar, ma uchini yeganlar, uch ko'y qilib sharqlaq, ma u uch xil so'g'sayni haqsizmish bir ko'yda bulovlarga yetishtilaysizlar. Mushta faoliyat qildik. Shunga mush patim berman bilamiz. Endi meya qanday yetsanglar, mana shunday ana chiroyli jozlari bor, yozolari bor, kazolari bor, issiqsa chiqadigan, uy ta'mir chiqadigan, g'arib tamoq chiqadigan, hamma tamoqni o'xshalat chiqadigan mushta bir oshxona. Mishak yetsanglar, mushu faoliyatni qildik. Qildik. Yurak basqanlığa bir-birini yo'lga qildigan bo'ldik. Endi qachon qilamiz deyapmizda, ya'ni shu 10-oyniki 8, 9, 10, 11 4 kun. 10-oyning 8, 9, 10, 11 4 kun mishak kelgan mush faoliyatni qildik. Qilganimizni bir deymiz hamda. 199 15 04 91 16. Ya bir qilib o'lik ya. 199 15 04 91 16. Mush numara qiling'i sharqliq yoki undan qilcha sharqliq men topamga fuqamga aloqalashib kelsak bo'ladi. Ham yana eng qo'rinchi deganda, yana Oqsuv shahrniki, yana men Langar to'qmishdan men Yangivat yo'lga menga yo'lishda, yana men Minqasir kebab qo'rimlari, kebab taomlari degan oshxonaning ustiga joylashgan ikkinchi qavatga Levinna choy taomlari degan oshxona. Oqsuv shahri, yana men Langar to'qmishdan men Yangivat yo'lga menga yo'lishda 10 qasrda Minqasir kebab taomlari degan oshxonaning ustiga joylashgan ikkinchi qavatga Levinna choy taomlari degan oshxonaga kirsanglar, mush bak, yig'ilish qilsanglarmi, tug'ilgan kun qilsanglarmi, bir o'tirib chiqsanglarmi, qanaqa qilsanglar bo'lgan kamir jozlar, yazo kazollar sizlar saqlab o'tdi. Undan aslan mishagimish paydin berman bo'lib ketinglar. Ma'qulmi? Undan tamom. Ya verdim da. Ma'qul chidaysam-sa, ma'qul xo'sh. Ya'landi, balatiga bo'ldimi shuncha qilsa bo'ldi.